Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Hammaga xayrli kun, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Mana bugun bizda Grand Plus Toshkentdagi bosh ofisimizga Koreya Respublikasidan Chungbu universiteti, ya'ni 1% universitetdan professorlarimiz kelib, til kursi, bakalavr, magistratura dasturlari bo'yicha o'qishni xohlagan o'quvchilarimizdan suhbat olishga kelishdi. Hozir biz suhbat oldi jarayonidamiz. Baholasa mana o'quvchilarimiz o'sha suhbatga tayyorgarlik ko'rish holatlari turishibdi. Hammalarida hozir hayajon. Ya'ni misol uchun borib hammalaring misol uchun muvaffaqiyatga erishishinglar talabdoriman. Endi misol uchun borib yaxshiroq o'qib, yaxshiroq zavodga ishga kirib, misol Samsungga yoki Hyundai'ga yoki yaxshiroq bir zavodlarga ishga kirib, misol uchun men shunaqa muvaffaqiyatga erishganman deb shu narsalarni ya'ni o'sha o'zingizlarni bosh sahifalarga, boshqalarga misol uchun qo'yib, sizlardaqa bo'lishlikka qolganlarni ham undanglar.